Gönlümü üzgen senem. Evet. Men o'zi artist bo'lsam, haqijatdan berdi. Xo'sh, seni bari qaytib kelsin, qaytib ishlatadi buni. Keset deydi. Kesmeydi bu. Keskiç bu. Kessek bo'lmaydi. Вот, алло, да. Хорошо, хорошо. Я же сказал, через 2 дня точно сдадим объект. У меня все профессионалы, мастеры работают. Вы что? Хорошо, хорошо, давайте. Ага. Çalastan ne kıyatır özü? Çalastan ne kıyatır? O Cinconi! Ne kıyatsan? Siz menga nima gap berdingiz? No keset debingiz kesmeydi bu. Adam o'sal qo'yasizmi siz? Geldi. Sen geldi sen mana. Ha, qo'ydim. Bu sefer bu işleyişime kaçan topşırağımız gözü işte. Koluma keledi deysen sen bari qo'shinda aytsan qo'yim. Bir ish qilgan yo'q sen. Aytib ketmaysizmi shunday qilib ishlatadi deb? Ha, sen sen aytsam. Yarım saatdan beri men urib jatibman bilan. Şu bitta bolgarkani ishlatolmaysan sen bu obyekt qachon topshiramiz abi? Men usta bo'lmasam men qayerdan bilaman? Ishlab jatibman, urib jatibman. Bu yoq qorni ach, hayt kuni ham ishlatib jatibsiz odamni. Qarning ach bo'lsa, shunama. Pul ham bermaysiz. Ma. 200 rubl Navruz kafega bordan, bir pors osh beradi, jartinanman. Shuningcha tamom. Bu nima bo'ladi bu? Bo'ladi ishlasa qilmaydi diyeta qilganing axir. Tez ish qilmaysan axir. Bu ketishda qachon topshiramiz bu obyektni? Qachon topshiramiz? Men usta bo'lmasam, bo'lmasam usta bo'lmasang jishtirmay boshqa odamlar bilan baradan konsert-pansertini qo'yib jirgiling shuni. qayerda qo'yaman konsert? Ana Navruz kafega bor, ayt, konsertni qo'y, bar shu artistlikni qilib jiraver. Bu sozga ish bo'lmaydi. Lekin konsertni qo'yasan, 60 ga 40 eshitdingmi? O, 60 mengami? Buna 60 sana. 40 sana 60 manga, tushundingmi? Ko'p so'ng shol konsertga gaplashaman qo'yamiz. Bo'ladimi? Mayli, xo'p, nima qilamiz boshqa endi, iloji yo'q. Shu kiyimda qo'yamanmi keyin men? Sen gali bilmaysanmi? Men birgatlikdan boshqa fokus bilan ham shug'ullanaman. Men hozir senga qu, shuna ustiga brendli kiyim qo'yaman. Ishonmaysanmi? Ishonmayman. Ojo, oley! Hop hop. Bo'ladimi? Tushundingmi? Takishda konsertga tayyorsanmi? Ishtonda almashtira olmaysizmi? Bo'ladi, bu brendli ishdan. Mana shu ishdan chiqasan ertaga. Tushundingmi? Ertaga konsert, ertaga. Bo'ldi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammaga zo'rsizlarmi? Hammani hayit bayramlari bilan tabriklaymiz. Bugun birinchi hayit, bazar kuni. Ertaga xudo xolasa konsert. Navruzjon Allomurodov, Farruxjoni, Kalxozobodiy, Kalxozobod va Peshta hammaning dadini olgan. Ertaga kelsangiz sizga dadingiz qoladi. Tak что keling, nima deysizlar? Xolos, adreslar metro to'rtdan ko'rsatib 4-vyexet. Shuna chiqsangiz arqamizda Navruz kafe. Ichga endi ololmaganimiz sabab bugun bu yerda hayit hamma o'tirib ovqatlanib o'tirib video qilsak videoni urash uchun tashqarida olyapmiz. Nima deysiz? Ertaga kutib qolasizmi? Ertaga aziz barcha muxlislar kutib qolamiz. Navruzjon, bilsa deyin. Hammalaringizni ertaga soat 8 da kutib qolamiz. Qolamiz, ha? Kutib qolamiz. Jo'g'roqda bunaqa tepadaman dema. Tak что kelib qolasizlar degan umiddamiz. Короче, gazini bostirishga. Metro to'qqizdan 4-vyexet Navruz.